otaxon ertalab kelibdi-da, bolalarni uyg'otib, bolalar turinglar debdi. Ha, ho'kizimiz o'g'irlab ketishdi debdi. Keyin shab choponlarni kiyib, molxonaga borsak, ho'kiz yo'q ekan. Ota gap boshlabdi. Ho'kiz yo'q debdi. Katta o'g'li logistika davom ettirar ekan, ular mantiqiy. Katta o'g'lim bunday qarabdi-da, shu yerda devor buzildi debdi. O'g'ri demak devordan olib chiqqan debdi. O'rtanchi o'g'li devor buzilgan, bu qishloqqa qarab buzilgan. Demak, o'g'ri ana shu qishloqdan bo'lish kerak. Chunki bu yoqdan bo'lganda bu yoqqa qarab buzar dedi. Kichkinasi aytsin-da, o'ylab, agar debdi u qishloqdan o'g'ri bo'lsa, o'zi yo'lda bitta qilay o'g'ri bor debdi, ana shu o'g'irlagan. Ketdik debdi. Borishibdi, tars-tars eshik taqillatishdi. Sahar payt, bomdod payt, hali shu oshib chiqibdi kiyinib. Ha, akalar tinchlikmi desa, ho'kizni qaytarg'alay debdi. Qanaqa ho'kiz men desa xabarim yo'q, ho'kiz bekor aytsin. Nimaga aslanib aytyapsan desa, shu ho'kiz yo'q, ertalab tursak, devor bunaqasiga buzilgan. Sizlar qishloqlarni faqat sen o'g'risan-ku debdi. Debdi, logistika o'ta gapni davom ettirib bitta odamni tuhmat qilmaylar unaqa dedi. Hozir oldiga boramiz dedi. Qozini oldiga bordi. Qozi ham eshitib turib, "Xafa bo'lmang-ku, bova" debdi, "Bir g'alatiroq oila ekansiz" debdi. Nimaga desa, gapni ikkinchisiga uloq hukm qilib bo'lmaydi-ku debdi. Biz biron marta adashmaganmiz debdi otaxon. Keyin turib, "Mayli bitta priyom qilsam ketadi bo'lar" debdi-da. Bo'pti otaxon, men hozirda qora qutini ichida bir narsani yashirib olib kiraman. Shuni topsangiz, keyin bir o'ylashib ko'ramiz dedi. O'sha zakovat olib keladi, o'sha qora quti o'sha. Bu tashqariga chiqdi-da, qora qutini ichiga katta bir apelsin solibdi-da, olib kelibdi, shunday qo'yibdi. Keyin otaxon gap boshlabdi. Quti to'rucha ekan debdi. Katta o'g'il aytdi, to'ruchak bo'lsa, demak ichidagi narsa yumaloq bo'ladi debdi. O'rtanchisi aytdi, yumaloq bo'lsa, demak bu narsaning rangi ko'pincha sariq bo'ladi debdi. Kichkinasi o'ylab turib, yumaloq sariq nima bo'lishi mumkin? Apelsin-ku debdi. Hali qozi ho'kizni qaytarg'alay deymish.